yoki meni tanlaysiz, yoki otangizni. Jonimga tegdi. Otangizni dastidan uyda birorta idish ham qolmadi-ya. Nima qilay? Otam qarigan bo'lsa. Qariyalar uyga topshiring. Xabar olib turasiz. Sharoitimizni ko'rib turibsiz-ku. Har holda u yerda yaxshi qarashadi. Axir bu ishni qila olmayman, onasi. Gap shu. Yoki meni tanlaysiz, yoki otangizni. Yaxshi. Ketdik. Dada, axir buvan qayerga olib ketdingiz? Qariyalar uyimi? Axir yaxshi joymi? Bu yer yaxshi joy, bolam. Axir yaxshi joy bo'lsa, nega xafa bo'lasiz? Men ham katta bo'lsam sizni ishga olib boraman. Nomus bilan ora bo'lmas, otasini yig'latganni. Dasturxonda noni bo'lmas, otasini yig'latganni. Dasturxonda noni